Hürmetli görürmenler. Çekran Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi Şinjan Diviziya Stansiyasının ataqlıq közgü görüngen riyasetçisi Ümit Gani Efendi'ni teklif qilib, bir meydan ümit paranlarını teşkil etdik. Çekran Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketimiz qurulğuniga 1 yıl bo'lgan. Har xil e'lon tashviqotlarni ishlaydigan, har xil murasim va leksiyalarni tashkillab beradigan universal xarakterlik madaniyat şirketi. Şirketimiz yaqında tordagi chekilish qitim soni 1 millionga yaqinlashgan Ümit paranlari programmasiga diqqatini og'dirgandan keyin, birinchidan Ümit G'anining o'xshamagan nuqtadan chiqib qilgan fikrlari orqali islohot echivitishdan kelgan jamiyatimizning ijtimoiy burilishi va ideologiya taraqqiyotiga to'kib qo'shish. İkinchidan keng korxonachilarimizga yep-yangi bir o'zini tashviq qilish supsi hozirlab berish maqsadida qaralsiz holda Chekranda Ümit paranlari programmasini tashkillashni qaror qildi. Men bugungi Chekranda Ümit paranlari programmasining riyosatchisi Abduvali Abdushukur. Ehtiyoji bor do'stlarning biz bilan aloqa qilishini samimiy umid qilamiz va qizg'in qarshi olamiz. Hammalarga ma'lum, bizningki xalqimiz qadimdan tortib to'y to'kun, nazarchilar qatorliq shu har xil murosim yig'ilish faoliyatlarga ahamiyat beradigan, e'tibor bilan qarab kelayotgan bir millat. Demakchi, bizningki mana shu jamoat rishtini bog'lab turadigan, ulab turadigan to'y to'kunlarimiz o'zininki har xil an'anaviy shakllar orqali bizningki jamiyatimizdagi kishilarga ularning ro'yiga ta'sir qilib kelyapti. Lekin bilishimizcha, Umid aka sizningki shu bizningki to'y to'kunlarimizga nisbatan ko'z qarashlaringiz, bu zamonimizdagi to'y to'kunlarga nisbatan ko'z qarashlaringiz boshqalarninkidan sal farqli ekan. Ya'ni mustabid to'ylar degan bir yangi atalg'u bor ekan. Endi sizning shu mustabid to'ylar degan ideyangiz qanday ideya? Shuning bilan bir tanishib chiqsak. Bo'ldi. Avvaldan tomoshabinlarniki va qatnashuvchilarning hammalarining hozirgi vaqtlar xayrli bo'lsin. Shundan bir qo'shib, adlik vaqtlar xayrli bo'lsin. Baya Abduvali Nizati yaxshi gap qildi. Ya'ni bizningki xalqimiz qadimdan tortib hozirgacha to'y qilib keladi. Demak, to'y qilish tarixiga ega bir millat. Agar bir millat to'y qilmasa, hargiz ko'paymaydi. Shuningdek, to'y haqida gapni boshlab qoldik. Nima to'y haqida gapni boshlab qoldik degan chog'da, chunki to'y har bir insonning beshida bor masala. Lekin bizningki to'ylarimizdagi ba'zi hozirgi holatlar bo'lib, bizning restoranlarimizga kelgan chog'da bizda ma'lum daraja shaxsan meningda ma'lum daraja ishsiz qilish bor. Bu gapni boshlashdan burun men bir narsani aytib o'tay. U bo'lsa-mu, mening barliq ko'z qarashlarimning hammasi Ümit G'anining shaxsiy fikrlari. Uning men bilan munosabati yo'q. Shuningdek, buni to'g'ri tushunishlar kerak. Bizning jamiyatimiz nurg'un kishilarda bir masala bor. U bo'lsa-mu, bir odam bir ko'z qarashini desa, buni bu o'zining shaxsiy ko'z qarashi degan nuqtadan fikr qila olmay qoladi. Bu bir oydinlashtirish zarur bo'lgan bir nuqta. Xo'sh. Undaqda men odatda Urumchida shu to'ylar bormi? Qanday bormi degan chog'da bir yilda bir ya ikki to'y bormi? Bir yilda. Bu meniki hozirgi o'lchimim. Chunki buni ortiq to'yga berish menga to'g'ri kelmaydi, ham mos kelmaydi. Shundan men bu yil 2 qitimliq to'yga borish vazifamni o'tyaptim mana. Bundan keyin 20 yilda haqiqatan men to'y bo'lmasligi mumkin. Bunday vazifam yo'q. 2 qitimliq to'yga borgan chog'da men bir narsani bayqadim. Uzun bo'libdi-ki, men unda bir yil bo'libdi-ki to'yga bormadim. Shu yaqinda 2 to'yga berish jarayonida bir narsa bayqadim. Ya'ni to'y boshlanish bilan birga bizdeki restoranlarımızda valla hemmimiz bilimiz to'yga odam intayin ko'p keladi. Bu birinchi alaylik. Odam intayin ko'p keladi. Kelgandan keyin mikrofonni tutibla riyosatchi nima deydi desa, naqshi aytishga, usul o'ynashga, tamoq yeyishga hamma narsa zo'lashga boshlaydi. Zo'lashga boshlaydi-yu, lekin nurg'un gaplari amalga oshmaydi. Sizlar zaten o'ynamsizlar deb vaqirab qilib qo'yishlar, angacha nurg'un kishilar tamak jo'zga chiqishchilar nurg'un 50-60% adam qaytib bo'ldi to'yda. Shuna bilan bo'ldi. Odam intayin ko'p. Lekin soat 8 bo'lgandagina tamoq tatib bo'lgandagina qarsangiz hammadan ketgan. Ang'ich qarsangiz riyosatchi sahnada vaqirayotgan. Nimishga o'ynamaysizlar, vaqirmaysizlar, tushmaysizlar deb. Men shu vaqtda qattiq o'yladim. Nima uchun to'yda, hamma to'yda riyosatchi chiqib qaqshaydi? Nimishga o'ynamaysizlar deb. Bu to'yda qaqshaydigan narsami? Unda bo'lsa nima uchun kishilar o'tirishib o'ynamaydi? Men bu masalani o'ylab qoldim.
Ben şuna oyladım. Bir yerdeki birinchiden nima uchun kishilar o'tirib chiqib o'ynamaydi, nima uchun kishilar birdan 8 mayısını tamoq tatmaganligini haqida ketib qoladi. Ben bir yerda bir masalani o'ylab qoldim. O bo'lsa, bu to'yning qurilmasi, tashkillanishi xato. Ben shunda bir o'ylab qoldim oxiri. Chunki bizning o'sha o'rinda bo'layotgan shu to'ylarning hammasining qurilmasi, tashkillanishi xato. Bu to'ylarda tashkillanishida 5 xil mustabidlik mavjud. Shunga men bu to'ylarni mustabid to'ylar deb atadim. Birinchi to'ylarning hammasini mustabid to'ylar deb atadim. Chunki bu to'ylarning hammasida 5 xil mustabidlik mavjud. Bu 5 xil mustabidlik nima? Yaqında bizniki hukumatimiz bir tashabbusni o'tirib qo'ydi. Masalan, shu boshliqlar to'y qilsa, boshqalardan yuqori darajadagi boshliqlar to'y qilsa, 30 yozdan osholmaysa deb chekladi hozir. 30 yozga 300 adad. Xo'sh, shundan bilan lekin odat fuqarolar hozir. Fuqarolarniki 50 yoz, 60 yoz, 100 yoz chiqarganlar bor. Nima uchun hukumat cheklayapti? Chunki bu yerdagi nurg'un masalalarning kelib chiqishiga qurilmadagi birinchi masala, ya'ni odamning intayin ko'p bo'lishi. Xo'sh, bunda odamning ko'p bo'lishining asosiy sababi nima? Birinchi mustabidlik nima degan chog'da, bu to'ylardagi birinchi mustabidlik. Masalan, men har haftasiga 7-8 bog'oq topshiraman. Nurg'unlarni 8 bog'oq topshirasam, 7sini tonimayman odamniki. Ular bilan bir yerda uchrashib qolgan, bir yerda ko'rishib qolgan va yoki bo'lmasa mening programmam bir yerda qatnashib qolgan odamlar. Ular to'y bo'lgan chog'da meni ishga oladi. Shuning bilan ba'zilari hatto qanday chaqirdi, nima maqsad chaqirsa, sal nomba odamlar bo'lsa to'yni cho'ng shashara qilish mumkin. Bundan o'tin chaqirganlar bor. Men buni bevosita his qilgan. Ya'ni natijada aralashmasdan to'yni qilgan chog'lar idoraning oldiga mashina saylab keldi, to'yim bor dedi. Xuddi biz to'y qo'rdan qo'ydik. Bu yerda shu nima kelib chiqdi desa, birinchi mustabidlik nima desa, biz tanishayotgan qarshi tarafning chaqirayotgan tarafning siz bilan munosabatning qanchalik ekanligi. Buning sizga vaqt ajratishga ra'yi bormi yo'qmi? Bu masalalarni qat'iy o'ylashmay uning bevosita bag'oq aytadigan, hatto oldiga bir chaqiradigan birinchi mustabid pozitsiya bor. To'g'ri. Mana bu mustabid pozitsiya nima keltirib chiqargan desa, 30 yozdan eshib ketgan 70-80 yozlik to'ylarni keltirib chiqargan. Shuning bilan nima ish bo'ldi desa, sansız odamlar boradigan bir to'y shakllandi. Bu Urumchidagi hamma restoranlarda hozir mavjud ahvol. Shunga biz qat'iy shu birinchi mustabidlikni o'ylashimiz kerak. Ikkinchi mustabidlik nima? Xo'sh, biz andigan bu vahshiy odamlar to'plashgan bu to'yga kirdik, ha? To'yga kirgandan keyin bu yerda nima masala kelib chiqdi desak, biz kirgandan keyin bizni opirib bir jo'zga o'taqizib qo'ydi. Chunki biz borgan joyda hamma jo'zliq odam bo'lgandan keyin biz ishdan kirgandan keyin odam yo'q o'ringa berib o'tirish majbur bo'lamiz. Shuna odam yo'q o'ringa berib o'tirish majbur bo'lgandan keyin biz to'nimaydigan 7-8 odam bilan o'tirish majbur bo'lamiz. Mana bu biz o'zimiz berib o'tirishni xohlamaydigan ikkinchi yerga berib majbur o'taqanligimiz bu ikkinchi mustabidlik. Chunki sen agar o'tasangmi o'tirsa, o'tamsangmi o'tirsa. Bu odamdan to'nsangmi o'tirsa, to'nimsangmi o'tirsa. Shuning bilan kishilar ikkinchi zarbaga uchraydi. Yiliqi amalsiz baqaqni olgan odam ishdan kirgandan keyin ikkinchi mustabidlik zarbasiga uchraydi. Shuning o to'nimagan kishilar to'pi orasida qarab o'tirdi. Xo'sh, shuni bilan men to'nimagan bo'lsammi, yana tirishchilik ko'rsatdim, ha? Qanday tirishchilik ko'rsatdim desa, to'nimagan bo'lsam, to'nishay deb o'ylayman. Tonishib bular bilan bir paranglashib, bu zot nani odami, bu qanday odam deb o'ylayman. Afsus, buning sharoit yo'q. Gumbangiz bir muzik boshlandi, ha? Quloq miyangni yeydigan muzik chiqdi. Xolos. Shuning bilan bu tonimaydigan odamga gap qilishga qat'iy sharoit yo'q. Tonish imkoniyati qat'iy yo'q. Bu yerda jim o'ta degan gap bor. Muzikning gumbangiz miyamizni yeyishi, og'zingni yumib jim o'ta degan gap bor. Ab yatma, onun üstüne ben natloş edemle gap qilma degan gap bor. Shuning bilan nima kelib chiqadi? 3-chi mustabidlik kelib chiqadi. Bizning qishimizda o'tag'an, o'sha yinimizda o'tag'an odamga paran qilish huquqimiz deb sanab qilindi. Quloq meni yeydigan varang cho'rong'ishida qolamiz. Bu 3-chi mustabidlik. 4-chi mustabidlik andan keyin biz qo'sqimiz oshmi, to'qmi buningla hech kimning kori yo'q. 4-chi mustabidlik nima desa, oldimizga guldirlab tomoqni durlab qo'ydi, ha? Say düğüsümüzde hop gidiyordu. Biz yememdik, bizden kılıç karı yok. Apır tok koyup mağda otak.
Şunun bilan biz mecbur holda suyiqib ketgan saylar qarab o'tirmiz. Şunun bilan bu yerda bir dahshatli mustabidlik kelib chiqdi. Uningdan boshqa masalan yana bir masala kelib chiqdi bu yerda. Masalan, navoda mening qo'zg'im intayin to'q bo'lgan bo'lsa, yoki men mushundoq tomoq isrofchilikdan beharam bo'lsam-chi, shaxsan men tomoq isrofchiligidan dahshat beharam bo'lman. Ruhim siqiladi meniki. Bir odamning bir tomoqni isrof qilishini intayin yovvoyilik ko'raman. Bu yerda men bu yovvoyilikqa ham nafas bo'lishga majbur bo'ldim. Şunun bilan nima bo'ldi desa, bu yerda 4-chi mening ro'yimga bo'lgan 4-chi mustabidlik, sen men bizlar o'tirib, men tang isrof qilishga degan. Şunun bilan men tang isrof qilishga majbur bo'ldim. Şunun bilan men 4-chi zarba uchirdim. Uchirib bo'lgandan keyin endi bu tomoq ancha-muncha yilga tegib turgandan keyin 5-chi mustabidlik yiliq riyosatchining jo'ylashtirib boshlandi. Valaq işisi başlandı. Biz degan qanday millatdik biz degan, biz degan sakrab o'ynaydigan millatdik. Nimishga o'ynamaysizlar? Ha, nima tushmaysizlar? Qara, shuni bilan bir qarsa, to'yda qanday majlis kelib chiqdi, bütün Urumchi to'ylarning hamda xotinlar bilan tans o'ynagan kelib chiqdi. Bütün ayollar bir-biriga tans o'ynayotgan, erlar qarab o'tirgan. Amerikan tomoq tatib bo'lgandikilar, suyiq bo'lgandikilar tomoqniki 8-20 qarsangiz 50% erlar ketgan. 40% ayollar tazı düşken. Bu 5-chi mustabidlik. Yılqi quloq miyimizni yaydigan o'ynamamsa, düşkenlep urg'usila qo'ymasak, tavaqaymiz edi. Şunu bilan bu yerda 5-chi mustabidlik yo'liqmiz. Xo'sh, endi mashada o'ylab yiqinglar, yilqi 60% odam nima uchun tomoq tatib qilishga ketdi? Ularning nima ketganligini his qilinglarmi? Chunki ularning ruhiy qadam zarba uchrab ko'radi. Shunday emasmi? Shunday. O insan tabiatiga xilof holdagi mustabidliklarga uchrab kelyapti. Birinchidan u bag'isi yo'q to'y. Ikkinchidan kirishga majbur bir yerda o'tadi. Uchinchidan to'nimaydigan odamlar o'tadi. Beshinchidan gap qilaydi, muzika bilan uni quloqmisini yedi. Oltinchidan duglab qo'ydi tomoqni. Beshinchidan. Demak, nima bo'ldi desa, bu yerdagi 5 mustabidlik bizning to'ylarimizda nimani keltirib chiqaradi desa, yilqi noto'g'ri holatni keltirib chiqaradi. Agar bizning chet elliklar agar bizning bu to'ylarni ko'rsa, qanday qo'lda seliq ayollarning bilan tans o'ynayotganini ko'radigan bo'lsa, bu jinsdoshlar muhabbatlashgan jamiyat o'xshaydi deb qoldi. O'xshash jinsdoshlar muhabbatlashgan jamiyat o'xshaydi deb qoldi. Chunki taraf topgan davlatlar dunyoning hech qanday yerda bunday to'yni, bunday qansni ko'rilmaydi. Shuning bilan shunday bir g'ayriy jamiyat hodisi o'tirib chiqyapti. Men bir qatam Germaniyadan bir og'inam kelib to'y qil demişdi. Bu mahib şöyle bir Urumchidagi bir katta ziyolining to'yi bo'lsa. Yiliq to'yda Germaniyadan 4-5 savodashlar kelibdi bu og'inamning. Yiliq germanlar bilan bir jo'zda o'tirib qoldik. Bular degan yiliq chiqayotgan saylarga qarab, yiliq varang churunga qarab, mushu yiliq hayron qilib kulib bir bizga shanqul qilib bizni qara saychidan chiqadi chiqadi. Har qadim saychisi bir bizni ko'z tutib yetib. Ben bir yerde nurgun Uygurlar, chet elliklarga faqat diqqat qilmadi. Men ichimdan shunday xijilib ketdim ekan. Bu xalq nima uchun mushundaq bir holatni yovvoyilik his qilmaydi? Shunga mening davatgan fikrim bizning Urumchidagi to'ylardagi mushu 5 xil mustabidlikni yo'qotmaguncha bizning to'ylarimizning muhiti o'ngshalmaydi. Ben bu to'y qildim bo'lsam to'y qildim. Men oldingi yil 2 yil oldida xatmi to'y qildim. Balamni xatmi to'y qildim. Xatmi to'yni qilgan chog'da balamniki nima uchun xatmi to'y choy berdim. Nima uchun choy berdim desa, balamning tug'ilgan kuni bilan bir bo'lg'achqa men tabriklash yo'sindan xatmi to'y berdim. Men xatmi to'yni 5 yo'l chaqirib, mehmon chaqirib qildim. Lekin 5 yo'l chaqarsam Nurg'ullar men bilan butkul atrofimdagi odamlarning hammasi bilan qarshilashdi. Sen nimish bizni chaqirmaysan? Nimishga an chaqirmaysan? Nimishga men chaqirmaysan? deb birisi ikkidan chaqirib o'yin yo'ziq. Shuni bilan men o'yin yo'zib mehmon chaqirib xatmi to'y qildim. Berib restoran bilan berib deyishib men ma'u to'yning tomog'ini o'zi tanlab yeydigan tomoq chiqardim.
Ben pulunu vermem, lekin özü tanlap yedi o. Desem onun hoşlumu der restoran. Hoşlumu kandikin anda olsa tamamını azlap pulunu verme. Tamamını az çıkar. Hep az çıkar buldum. 10 yoz meyman çarpadım. Hem de nimesi 5 yozda bütün uruk tuqqanlardan tügeydi. Kalan 5 yoz için nimesi benim sabahdaşlarım, yakın etrafımdaki bir nece ağyınlarım, idaredimi, bizim işhanımı 5-6 edemde çarpadım. Bizim işhanda 70-80 edem var. Ben 70-80 edem emez, 5-6 edemde çarpadım. Ben de kün uçuruşuluk adamlarını çarpadım. Kalanlar bana nurgun narazı etti. Narazı olsun hem misal etki ettim. Ben seni avarkımayım, sen beni avarkımadın. Hoş, şuna olan ben toyunu, hatmi toyunu keşti kılmadım, çüştü kıldım. Çünkü çüşte kişilerdeki demiliş vakti verip, şembi günü, çüşteki keşti yani oynayma, yani davamlaştırma desen, yani imkaniyet var dedim. Hoş, kıgan deyinkin bir yerde 5 göz mihman, mesela 12'yi çakarsam 5 göz mihman saat 5'te toyunu kayıtıp geldi. Kalan 5 göz mihman keşti saat 12'yi oynadı. Demek nima o dese, bütkül toy kıvatkan Uygurlar ve toy kılmakçı boğan Uygurlar şu hakikatini his kılış gerek. Her kandak bir adamın toyudur. Ya ki bir şahsi faaliyetin hoş bulunduğun, ya ki 5 göz adam buldu, ya ki 10 göz adam buldu. Bu şunu işlemsizler. İşlemsizler. Senin toy diyen bütünley şahsi faaliyet. Bunun başkalarından hiç kadar münasebeti yok. Bu dünyada olmaşkan bir kaide. Mesela biz anladık Japonlarda ya Amerikalarda 10 gözlük 15 gözlük toy olsa nahayet çoğun yol toy oldu iken. Nima uchun? Demek bir adamның mening shaxsiy faoliyatimdan haqiqiy qo'shildiği adamdan nechisi bor desa, ya 50 adam bor. Bek eshib ketsa 100 adam bor. Av mening 100 adamni chaqasam 100 adam 5 soat 5 kishi o'tag'ini ularmi mening to'yimga rasmiy xarakterli kelganlar. Ularni 5 rasmiy tugdimi? Tuganga qolganlar haqiqiy meningki urug' tuqqanlarim, men bilan eng yaqin kishilar el ağırlarım, Irak'tan gelgen, Mindep izlep gelgen el ağırlarım. Bula bilen, ayrım bir saat 12 gece, biz nahayet hoşallık toyunun keyfini bir saat 12 gece sürdük. Şunu olan toyun mesela kılıp aldım ama bizim işhandikilerin nece ayrıca ben şu bana deşnem küçüldüler bu. Zerbi verip, min çakama düşer, ben çakamayım, çakam sana doktor. Ben bir seni avarkımayı, sen beni avarkımayla. Ben şunun için emdi, benim bir hakikat başlayışındaki sebep, ben 102 toyuk var ben degenimden sebebi şu. Çünkü ben fakat 100 adamı çakırıp toy kıldım. Şu başka ulanın için toy kılsa bir yılda ya birisi ya ikisi toy kıldım. Hoş, şunun için benimki vaktim özengi tebe. Benim kündürüm naiti hatırcam, naiti özengi tebe. Şu başka benim günde her haftada çıkanımda 8-10 bağak kesimi, ben hiç kaysı bakmayım. Keçiyorum, ben mi sizin avarkımağın, benim mi siz avarkımağın da cevap verim. Benim nurga ağabeylerim var. Şembi günleri ailemizle ballarını çıkıp demalaylı, oynayıp geleydi desem, adaş aldıraşın deydi. Aldıraşın deydi. Ben bunu aldıraş desem, bulanın pek mühim işleri var okşaydı deyip oylaydım ki. Kiyin sürüş desem, ulan aldıraş, neyimi aldıraş? Sansızlığın müşündak resmiyetlerine aldıraş. Bir günü bir çoğun ziyali ayarından paranışıp basam, bugün bir günde barlığın 5 yiye varken deydi. 5 yiye bazı adam neyimi gidiyor. O bir ruhi yük. Bizim hazır cemiyetimiz kandak taraftar gidiyor. Hazır biz neyimi bu adımız dese, xuddi biz Gavsu Gonluğu çıkıp kötek arayla bana tehmin adımız deyince. Yani yukarı sürekli taşıyolda kötek arayla bana tehmin adımız. Nima olsa sördük, muşu işlerimiz bizninki nurgun haklarının ruhini çarşıtıp, kadın çıkırıp veyran kılıp vardı. Şu başka benimki toy hakkındaki paranımınki temisi yani bizim toylarımız muşunda müstebitlik olgan. Muşu müstebitlikini yoktuş. Bizim toylarımız ıslah kılışındaki negizlik tügünü. Hoş. Bunun yeni bir sebep hakkında bir gap kılayım. Biz 15 yıl oldu televizyada qattiq yapıyordunuz. Hem de ben televizyada nurgun qattiq yapıyordum. Bizning toylarimizdeki şu medeniyetsiz kılmışlar.
bu to'y madaniyat hodisasi emas, madaniyatsizlik hodisasi deb qattiq gap qildim. Lekin buningga xafa qolganlar nima kelsa, bu degan bizning milliy madaniyatimiz deydi biz. Odamgarchilik. Bu bizning milliy madaniyatimiz. Bu bizning qanday milliy madaniyatimiz? Tamoqni isrof qilish bizning milliy madaniyatimizmi? To'nimaydigan odamni qilishga kelib gap qilmay o'tirish bizning milliy madaniyatimizmi? Varanchuning qiyochiyaning ichida. To'y majburiy bir yerga berish milliy madaniyatimizmi? Menimcha bunday narsalarda biz milliy madaniyatni emas, inson madaniyatini tashabbus qilishimiz kerak. To'g'ri. Xuddi Yevropaliklar shu taraqqiyotgan ellar insondek yashayotgan bo'lsa, biz ham shunday insondek yashashimiz kerak. Biz o'zimizning ruhini bu cheksiz tugamaydigan qoida usullarning zanjiri ostida bunday yashasak, bizning milliy madaniyatimiz, atalmış milliy madaniyatimiz bizni qadın chiqaradi. So'rashqa biz bunu qat o'ylashimiz kerak. Bu bizning milliy madaniyatimiz emas, bu tamamen madaniyatsizlik hodisasi. Undan başqa bu hodisa kelib chiqsa yana bir masala. Masalan, biz 15 yildan yoqi to'xtamay tillayotimiz, tanqid qilyapmiz, lekin o'zgarmadi. Hammasi o'zining beshig'iga kelganda o'zgarmaydi. Shaxsan men o'zim o'zgarib qolgan bo'lsam, men hozircha bizning tuqqanlarning qilgan to'ylarini boshqa isloh qilmayapman. 10 yildan aşamaysa deb isloh qilmayapman. Lekin jamiyat umumiysi mavjud bo'lyapti. Xo'sh, bunun yana bir sababi bor. U bo'lsa Ashning tajribasi deydigan bir tajriba bor. Ash tajribasi degan tajriba. Bu 1956-yili Amerikada qo'lga yo'l qo'ygan isbotlangan bir tajriba. O tajriba nima desa, Ashning tajribasi degan jamoatga ergashish psixikasi degan narsa. Ben bunu mo'shu nuqtadan kuzatdim. Yana bir nuqta. Nimishga degan chog'da Ashning tajribasida bunda 10 odam bir uyga so'lag'ildi. Bunun ichida faqat birisi tajriba o'bikdi. Yani 9. adam. Birinchidan tortib 8-gacha ahvolni bildi qolgan. 10-chi ahvolni bildi. 9-chi tajriba o'bikdi. Shuning bilan dastlabda bu yerga tomga bir ikki siziqni sizib qo'yib, birinchi odamdan 8-chi odamgacha baldur bir ikki qitim, ma ikki siziq tangmi deb so'raydi. So'rasa, birinchi qitim, ikkinchi qitim, ikkili qitimda 8'lerin hammasi tang deydi. Degankin 9-chi tajriba o'bikdisi nima deydi desa, tang, albatta tangda. Siziq tangmi, tang emasmi? Tang, siziq ikki siziq tang. Tang deydi. 10-chimi tang deydi. Shunga bu 9-chimi tang, tajriba o'bikdi tang deydi. Ikki qitim 8 odamning tafakkurning noyati normalligi isbotlandimi? Ha. Isbotlandi bo'lgandan keyin 3-chi qitim tajribadan boshlab 8 odamning hammasi ma'siziq anoddan uzun kapir 20 metr, 20 santim uzun keldi. Degandan keyin 8 odamning hammasi birinchisi uzun keldi, ikkinchisi uzun keldi. Mo'shu 8 odam 8-chisiga borgacha, mo'shu 9-chisiniki ideyasida dahshat davolash paydo bo'ldi. Masaram qoldimi yo menmi? Mamo ya menmi? Mamo ya menkenmejmo deb 8-chi uzun 20 santim degan chog'da bu qopib uzun deydi. Bu tajribani ishlagan chog'da qanday bo'ldi desa, bu tajribani ishlagan chog'da %40% odamning hammasi, 100% odamning 40% odamning hammasi shuningga ergishib ketdi qolgan 8 odamga. Ta'sirga uchradi. Ta'sirga ergishib ketdi. Qolgan 60% odam qanday bo'ldi? 60% odam hammasi bir qitimdan xato gap chiqdi. Bir qitimdan ergishib chiqdi. 2-3 qitimli tajribaning hammasida bir qitimda aytib ras uzun deb keyin to'xtab uzun emaslar. Gongrab deb bu ayni vaqt 56-yil Amerikada ishlanib jamoatga ergish psixikasini isbotlaydigan bir tajriba bo'lgan. Shunga nima desa, bizning jamiyatimiz sonsli odamlar. Biz shuncha vaqirsak-mu, gap qilsak-mu, tadqiq qilsak-mu, tahlil qilsak-mu, nurg'un odamlar chunki atrofimizda opingiz va dadingiz va 7-8 yilqi odamlar borda. Bular qoplar, mushtaq qilish kerak, undaq qilish kerak, mushtaq bo'lmaydi, undaq bo'lmaydi degandikilar shunga siz oxirib ashta bo'lmaydi bilan shuning bilan siz mayli bizning jamiyatimizdagi Amerika Harvard o'qib kelgan doktor bo'ling, yoki Tokio universitetida o'qib kelgan katta ziyoli bo'ling, ya'ni o'xshashlar shunga ergishib ish qilyapti.